Diqqat, primadonna vafot etdi. Assalomu alaykum. Shou biznes olamidagi so'nggi yangiliklarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalimizga obuna bo'lib, like hamda podpisatsiya tugmachalarini bosib qo'yishni unutmang. Bollivudning afsonaviy xonandasi va madaniyat timsoliga aylangan Asha Bxosle 92 yoshida olamdan o'tdi. Bu xabarni marhumaning o'g'li tasdiqladi. Hindiston estrada san'atining primadonnasi yurak xurujidan so'ng Mumbaydagi shifoxonaga yotqizilgan va o'sha yerda vafot etgan. Xonanda 13 aprel kuni Mumbaydagi bog'da krematsiya qilingan. Asha Bxoslening vafoti munosabati bilan ko'plab taniqli shaxslar ijtimoiy tarmoqlarda ta'ziya bildirmoqda. Hindiston prezidenti Draupadi Murmu xonandaning o'limi musiqa ixlosmandlari uchun o'rni to'lmas judolik ekanini aytdi. Bosh vazir Narendra Modi esa uni Hindiston bilgan eng mashhur va ko'p qirrali ovozlardan biri deb atadi. Mashhur hind aktyori Shohrux Xonning yozishicha, Bxosle ko'plab avlodlardan keyin ham yashaydigan iste'dod sohibasi bo'lgan va uning ovozi hind kinosining ustunlaridan biri edi hamda kelgusi asrlar davomida butun dunyoda yangrashda davom etadi deyilgan xabarda.